Osmon osti imperiyasi 6-asr oxiridan Xitoydagi Manida podshohliklar Markaziy Osiyoda vujudga kelgan. Turk xoqonligi bosqini xavfi ostida birlashadi. Osmon osti imperiyasini birin-ketin Sui 589-yildan 618-yilgacha Tan, Uday va Sun sulolalari hukmdorlari boshqargan. Imperatorlik taxtiga chiqqan inson Xudoning farzandi, osmon o'g'liga butun osmon osti saltanati hukmdoriga aylanar edi. Oddiy insonlar osmon o'g'li bilan faqat tiz cho'kib, ko'zlarini pastga qaratib so'zlashishlari shart bo'lgan. Imperatorning so'zlari qonunga aylangan. U har bir erkin dehqonni bir xil 80 mudan ekin maydoni bilan taqdirlagan. Dehqon yerni sotishi mumkin bo'lmagan. Bu ekin maydoni evaziga dehqon davlatga hosilning bir qismi sifatida soliq to'lashdan tashqari ommaviy ishlarda mehnat qilish majburiyatini ham olgan. Ular Huanghe va Yanszhi daryolarini birlashtirgan buyuk kanalni barpo etganlar hamda Buyuk Xitoy devorini ta'mirlashda ishtirok etganlar. Tartibga solingan xo'jalik, osoyishtalik va intizom qishloq aholisining tez sur'atlar bilan o'sishini ta'minlagan. Yirik shaharlar yanada yuksalgan. Tekis va Ravon tosh yo'llarida ibodatxonalar, qog'oz ishlab chiqarish saroylar qad ko'targan. Qadimgi kashfiyotlardan tashqari shoyi gazlamalar to'qish, qog'oz ishlab chiqarish, xitoyliklar oppoq va silliq chinni yasash sirini, ierogliflar o'yib chiqilgan maxsus taxtachalar yordamida kitob bosishni hamda poroxni kashf qilganlar, kompasni takomillashtirganlar. Davlat boshqaruvi imperatorlik qonuniga ko'ra barcha xitoyliklar jamoalariga qishloq xo'jaligi, hunarmandchilik, savdo sohalari bo'yicha birlashtirilgan edilar. Jamoalarni boshqarish, soliqlarni to'plash bilan imperiya mansabdorlari shug'ullangan. Mamlakat osoyishtaligi va xazinaning to'la bo'lishi mehnatkashlarning farovonligi bilan bog'liq ekanligini ular hamisha yodda tutishlari zarur edi. Shuning uchun Konfutsiy ta'limotiga ko'ra manbador nafaqat ta'lim olgan, bilimli, shuningdek go'zal xulqlarga ega inson bo'lishi ham kerak edi. U adolatli, beg'araz, xalq manfaati uchun barcha narsadan voz kecha oladigan kishi bo'lmog'i lozim edi. Amaldorlarning shu kabi talablariga mos keladigan davlat imtihonlari orqali tanlab olingan. Imtihonlarni har bir kishi topshirishi mumkin edi. Yuzlab talabgorlar chiroyli ierogliflar bilan davlat boshqaruvi san'at bo'yicha insho yozishlari mumkin.